Xullas videoga yangi video chiqardim lekin ularni shuncha sar bor edim. Men nimadir bilan yop tashladim hammasini kichkinadan boshlab. Stop. Mayli. Xullas. Voy. Survival qilamiz. Давайте daraxt o'tishni boshlaymiz. Dersler YouTube bir telefonum. Hı? Ma'muriy bayonot rasmiy nashrlar barcha çalışmalarning 2 barobar miqdorda jarima belgilandi. Yo'l-patrul xizmat xodimlari tomonidan 644 mingdan ortiq pirotexnika vositalari aniqlandi. Eslatib o'tamiz. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor tez qo'yish maqsadida ko'ngillik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar vazirligining tegishli xizmat vakillaridan iborat ishchi guruh tuzilib, firibgardan tashkilotga ishlar hamda patrullik yo'nalishlarida yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari tomonidan jami 644 ming Xullas. Давай. sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda qishki mavsumga avtomobillarni biroz holda tayyorlash maqsadida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan yo'l patruli xizmati maskanlari, avtoshok bekatlar hamda avtosaroylarda profilaktik targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Chinor yo'l patrul xizmati maskanida avtomashinaga ulangan tirkamani shinalari yorilib ketgan, umuman yaroqsiz holatda harakatlanib kelyapti. Hurmatli haydovchi, nima uchun bu holda harakatlanib kelyapsiz? Lekin men sizni holatlarni kamchilikni bartaraf qilasiz, harakat emas. Bo'lmasa qarang. Bu bilan siz harakatlanishni ma'muriy javobgarlik kodeksiga 125 bilan javobgarlikka
ko'ngilsiz holatlarni oldini olish, avtomobillarni qishki mavsumga tayyorlash hamda yaroqsiz shinalardan foydalanmaslik maqsadida yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan yo'l patrul xizmati maskanlarida avtoturargohlarda